Salom hammaga, sizlar bilan har doimgidek Milan. Bizning YouTube kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bu videoda biz yangi o'yin, ya'ni Stage Mobile haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Va sizlarga buni qanday o'rnatish va shu o'yinga qanday qilib kirishni o'rgatib o'tmoqchiman do'stlar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Albatta kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Qani bo'lmasa biz Telegramga o'tamiz. Do'stlar, Telegram kirib olamiz va bu yerda Stage Mobile turibdi, bu forum bo'limi. Shuning uchun mana tanlab olamiz. Bu yerda Stage Mobile tepadan boshlaymiz. Bir boshdan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu asosiy chat hisoblanadi. Bizga hozirda kerak bo'ladigan bo'limi bu o'yin fayllari degan joyi turibdi. Ya'ni eng pastida shuni bosamiz. Bosganimizda mana boshida bitta apk fayl turibdi. Undan keyin bu yerda mana video qilib o'rgatib o'tilgan. Undan keyin launcher turibdi. Birinchi bo'lib bu tepadagi apkni yuklab olamiz, keyin buni yuklab olamiz. Ikkalasini ham o'rnatamiz telefonimizga. Hozir menda o'sha bu yuklanib bo'lgan. Mana ikkalasi ham ilova. Mana hozir mana yangilanish turibdi, bekor qilaman. Bu Stage Mobile'ning o'zi, o'yinini o'zi bu ichidagi o'sha fayli mana Lotus Mobile. Mana ikkalasi ilova bir o'sha bunisida siz do'stlar hozir uni ham aytib o'taman. Prosta nik qo'yib загрузка qilasiz o'yinni. Hozir men bir boshdan aytib o'tib o'rgatib ketaman. Va do'stlar, biz keyingisiga o'tamiz. Bu yerda mana Discord bor. Discordga qo'shilib olishinglar kerak, zarur. Chunki ishga kirmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasam shu admin bo'lmoqchi bo'lsanglar, xullas bitta ishga kirmoqchi bo'lib, ishli bo'lib yurmoqchi bo'lsanglar, Discordga qo'shilib olishinglar kerak bo'ladi do'stlar. Undan keyin mana donat mashinalar bor. Bu yerda mana o'zbek mashinalari ham qo'shilgan do'stlar. Va mana yangiliklarni ko'rib turishinglar mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasa biz hozir shu o'yiniga kirib bir boshdan o'rgatib o'tamiz do'stlar. Qani bo'lmasam ketdik. Mana do'stlar, hozir biz shu faylga kirib oldik do'stlar. Men bir boshdan o'rgatmadim. To'liq qismini shu Telegram gruppasida o'zini o'sha hozir ko'rsatganimdek videoda o'rganib olishinglar mumkin to'liq variantini. Do'stlar, kirganinglarda xuddi shunday oyna ochiladi va bu yerga o'zingizlar qo'ymoqchi bo'lgan nicklarni yozasizlar. Masalan, meniki Milan YouTube deb qo'yganman, mana deb qo'ydim. Endi mana bosdim, mana уже сохранить deyapti. Endi do'stlar, bu yerda igratga bosasizlar. Igratga bosganinglarda mana shunday oyna chiqadi. Bu shunday turaveradi. Bunga chalg'imaysizlar do'stlar. Mana eng tepada mana videoni ochadigan anaqa turibdi. Ya'ni mana eng tepada, o'ng tarafdagi tepada burchakda turganga bosasizlar. Bosganinglarda mana bu yerda mana skachat qiladi. Mana 1116 megabayt skachat qilish kerak ekan. Xuddi shunga yetib kelmaguncha buni ochmaysizlar. Bundan chiqib ketmaysizlar ham. Agar bundan chiqib ketib qayta kirsanglar, yana qaytadan noldan o'sha skachat qilishni boshlaydi do'stlar. Shuning uchun sabrli bo'lib kutinglar do'stlar. Agar sizlarda internet yaxshi bo'lsa, bu tezda amalga oshadi do'stlar. Endi do'stlar, biz o'yinga kirib ko'ramiz. Xo'sh, mana biz hozir o'yinga kirmoqdamiz. Mana загрузка игра deyapti. Mana bu yerda oyna ochiladi ikkita. Bu yerdan birinchisini tanlaysizlar, ya'ni mana bu ikkinchisi test turibdi, o'zi shunday ham yozib turibdi. Bunga kirmaysizlar, faqat bu birinchisi chapdagiga kirasizlar. Bu kirganlaringizda do'stlar mana hozir bizni olib kiradi. Xo'sh, endi bu yerda do'stlar registratsiya deydi sizlarda. Mana menda ham registratsiya turibdi. Bu yerda masalan email kiritmaysizlar, prosta o'sha parol qo'yasizlar, sal uzunroq bo'lishi kerak parol. Shundan keyin o'sha parollarni har gal o'yinga kelayotganda o'sha parollarni terib kirasizlar. Ya'ni fonni katta harfda yozsanglar, fonni katta harfda terib kirasizlar qolganini ham. O'shanaqa. Shuning uchun parollarni yaxshilab eslab qolishinglarni men tavsiya etib qolaman. Xo'sh, hozir endi biz parol yozamiz. Men juda uzun parol qo'yganman.
Xo'sh, endi kiramiz. Mana shu yerda mana shunaqa joy chiqadi, bo'lim vokzalni tanlaymiz. Va mana do'stlar, biz o'yindamiz do'stlar. Mana xuddi shunaqa sizlarga ham kiyim beradi do'stlar. Do'stlar, eslatib o'tamiz, agarda ushbu videoyimiz 30 ta layk yig'adigan bo'lsa, albatta bu videoni ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Ya'ni o'yinni bafurcha tanishtirib o'taman. Hozircha o'yinga kirishni, skachat qilishni, APK fayllarni ustanovka qilishni, kirishni o'rgandik. Keyingi videolarda biz do'stlar, agar shu haqida bo'lib qolsa, keyingi videolarimizda pul topishni o'rganamiz, level ko'tarishni o'rganamiz. Shunga o'xshash narsani sizlarga o'rgatib o'tamiz do'stlar.